Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, bugungi gaplarimni oxirigacha eshiting. Chunki ko'pchilik bir kuni kartasiga pul tushmay qolgandan keyin yugurib yuradi, bankka boradi. Pensiya jamg'armasiga boradi, mahalladan so'raydi, lekin asl sababni kech biladi. Men bugun sizga pensiya jamg'armasi to'lovlari nega to'xtab qolishi mumkinligini, ular odatda ochiq aytmaydigan yoki odamlar tushunmaydigan 6 ta muhim sababni sodda qilib tushuntiraman. Bu ma'lumot pensionerga ham, nogironlik nafaqasi oluvchiga ham, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolariga ham, bola puli yoki boshqa ijtimoiy yordam oladiganlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar sizni pulingizdan, vaqtingizdan va asabingizdan asraydi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Pensiya bir marta tayinlandimi? Demak, har oy o'zi kelaveradi. Odamlar hujjatlarni bir marta topshirgan, komissiyadan o'tgan yoki yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, keyingi tekshiruvlar bo'lmaydi deb hisoblar edi. Lekin hozir tizim ancha o'zgardi. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bank kartalari, yashash joyi, mehnat faoliyati, nogironlik muddati, vafot etganlik holati, chet elga chiqish, hatto oilaviy tarkib bo'yicha ham tekshiruvlar kuchaygan. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aslida davlat byudjetidan va pensiya jamg'armasidan noto'g'ri to'lovlar chiqib ketmasligi uchun nazorat bo'lishi tabiiy. Lekin muammo shundaki, oddiy odam ko'pincha qaysi holatda to'lov to'xtashini oldindan bilmaydi. Masalan, kartaga pul tushmadi. Pensioni bankka boradi, bank esa bizga mablag' kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, u yerda bazangizda aniqlashtirish bor deyishadi. Ana shu paytda odam tushunmaydi. Nima uchun? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qachon qayta tiklanadi? Bugun men aynan shu narsani ochib beraman. To'lov to'xtashi har doim sizdan pulni olib qo'yish degani emas. Ba'zan bu vaqtinchalik tekshiruv bo'ladi. Ba'zan hujjatdagi bitta raqam xatosi sabab bo'ladi. Ba'zan odamning o'zi bilmagan majburiyati bor. Lekin ayrim holatlarda to'lov haqiqatdan ham qonuniy ravishda bekor qilinishi yoki ortiqcha to'langan pullar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz, pasportingiz, bank kartangiz va ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. To'lov bir oy kechiksa ham. Bu har doim pensiya bekor qilindi degani emas. Lekin tekshirish kerak. Chunki vaqtida murojaat qilmasangiz, keyingi oylar ham ushlanib qolishi mumkin. Kimlar alohida ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Chunki ko'p hollarda nogironlik muddati doimiy bo'lmaydi. Masalan, bir kishiga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan. U o'tgan yil 15 may kuni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasidan o'tgan. Hujjatda muddat 2025 yil 15 yil maygacha deb yozilgan. Agar u muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tmasa, iyun oyida to'lov avtomatik to'xtashi mumkin. Odam men hali ham kasalman, nega pulini bermayapti deb hayron bo'ladi. Lekin tizim uchun asosiy narsa shaxsiy ahvol emas, rasmiy hujjatning amal qilish muddati. Ikkinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu holatda oilada farzandlar, turmush o'rtog'i yoki boshqa qaramog'idagi shaxslar bor bo'lishi mumkin. Masalan, 12 yoshgacha farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Agar u 12 yoshga to'lsa va o'qishni davom ettirsa. Odatda kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar bu ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Odam axir u hali talaba-ku deydi, lekin tizim buni o'zi taxmin qilmaydi. Hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 3-guruh uzoq muddat chet elda yurgan pensionerlar. Ayrim odamlar farzandlari oldiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. U yerda 6 oy, 1 yil qolib ketadi. Pensiya kartaga tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin yashash joyi, shaxsning tirikligi, rezidentlik holati, to'lovni olish huquqi bo'yicha tekshiruv chiqishi mumkin. Men bu yerda chet elga chiqsangiz, albatta pensiya to'xtaydi demayapman. Yo'q. Lekin uzoq muddatli chiqish, ro'yxatdan o'tish, doimiy yashashga ketish kabi holatlar aniqlashtirishga sabab bo'ladi. 4-guruh. Ishlayotgan pensionerlar yoki daromadi o'zgargan nafaqa oluvchilar. Yoshga doir pensiya oladigan odam ishlashi mumkin, bu alohida masala. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar, kam ta'minlanganlik asosida beriladigan to'lovlar oilaning daromadiga bog'liq bo'ladi.
Masalan, oila bola puli olayotgan bo'lsa, keyin otan rasmiy ishga kirsa, oylik daromad oshsa, avtomobil, yer, uy-joy yoki boshqa mulk bo'yicha ma'lumotlar bazada ko'rinsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam meni hech kim chaqirmadi deydi, lekin elektron tizim o'zi solishtiradi. Eng ko'p uchraydigan sabab shu. Pasport almashgan, ID karta olingan, familiya o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik ma'lumotnomasi muddati tugagan, talabalik ma'lumotnomasi yangilanmagan, yashash manzili o'zgargan. Bitta oddiy misol, opa 6 yoshda pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati aprel oyida tugagan. Bank yangi karta chiqargan, lekin pensiya jamg'armasi bazasida eski karta raqami turibdi. Pul tushmaydi. Opa pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida pul tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin to'lov kanali ishlamayapti. Yana bir misol, nogironlik nafaqasi oluvchi yigit komissiyaga kech bordi. Oldingi hujjat iyungacha amal qilgan, yangi xulosa esa 20 iyunda chiqqan. Shu oradagi 20 kun uchun to'lov qanday hisoblanishi, uzluksizlik saqlanishi yoki saqlanmasligi hujjat sanalariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, muddat tugashini kutmang, kamida 1 oy oldin harakatni boshlang. Bu gap noqulay eshitilishi mumkin, lekin amaliyotda uchraydi. Ayrim pensionerlar keksaygan, yotib qolgan, chekka qishloqda yashaydi. Ba'zan pensioner vafot etgan bo'ladi, lekin yaqinlari kartadan pul yetishda davom etadi. Davlat bunday holatlarning oldini olish uchun bazalarni solishtiradi. FDYO, mahalla, bank, migratsiya, sog'liqni saqlash ma'lumotlari bilan tekshiruv bo'lishi mumkin. Oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? Agar pensioner uzoq vaqt bank operatsiyasi qilmasa, karta bilan o'zi foydalanmayotgani shubha uyg'otsa, yashash joyida ko'rinmasa yoki hujjatlarda ziddiyat bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Masalan, farzand 2 yoshli otaxon o'g'lining uyida yashayapti. Ro'yxatda esa boshqa tumanda. Pensiya bo'limi uni topa olmaydi. Mahalla ma'lumotida boshqa joy ko'rsatilgan. Natijada aniqlashtirish so'raladi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l. Pensionerning o'zi yoki qonuniy vakili pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, shaxsini tasdiqlaydi, yashash joyini aniqlashtiradi. Kerak bo'lsa ishonchnoma yoki vasiylik hujjatini ko'rsatadi. Agar pensioner yura olmasa, uyga chiqib ko'rish tartibi haqida so'rash kerak. Bu eng og'ir va ko'pchilik qo'rqadigan sabab. Ba'zan odam bir necha oy, hatto bir necha yil davomida ortiqcha pul olib kelgan bo'lishi mumkin. Bu odamning ataylab qilgani bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin eski miqdorda to'lov davom etgan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni tashlagan, lekin ma'lumot vaqtida kiritilmagan. Yoki oila kam ta'minlanganlik to'lovini olayotgan paytda daromadi oshgan, lekin tizim keyin aniqlagan. Misol keltiraman. Talaba qiz otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U sentyabrda kunduzgi o'qishdan sirtqi o'qishga o'tadi yoki umuman o'qishni tark etadi. Lekin pensiya yana 5 oy tushadi. Keyin tekshiruvda bu aniqlanadi. Shunda jamg'arma siz 5 oy huquqsiz to'lov olgansiz deb qaytarishni talab qilishi mumkin. Oyla biz bilmaganmiz deydi. Lekin ayrim holatda bilmaslik ortiqcha to'lovni qaytarmaslikka asos bo'lmaydi. Shuning uchun men ogohlantiraman. Har qanday o'zgarish bo'lsa, darhol xabar bering. O'qish shakli o'zgardimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Oila tarkibi o'zgardimi? Daromad o'zgardimi? Doimiy yashash joyi o'zgardimi? Buni yashirmang. Bugun yashirgandek tuyuladi, ertaga bazada chiqadi va qarz bo'lib qaytadi. Ko'p odam pensiya jamg'armasi to'xtatdi deb o'ylaydi, lekin muammo bankda bo'ladi. Karta bloklangan, muddati tugagan, hisob raqami yopilgan, karta egasining ma'lumotlari yangilanmagan, PIN kod noto'g'ri kiritilib blok bo'lgan, bank ichki tekshiruv qo'ygan bo'lishi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma bilan pensiya olinadigan holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, ona yura olmaydi, qizi ishonchnoma orqali pensiyasini olib beradi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Ba'zi holatlarda pensiya jamg'armasi ham qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Chunki pensionerning roziligi, tirikligi va mablag' to'g'ri shaxsga berilayotganini aniqlash zarur. Men amaliy maslahat beraman. Agar pul tushmasa, avval bank ilovasidan yoki bank bo'limidan karta holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilmaganini so'rang. Chunki bank bizda pul yo'q deyishi mumkin. Jamg'arma esa biz yuborganmiz deyishi mumkin. Mana shu ikki javobni solishtirmasangiz, muammo qayerdaligini bilmaysiz. Bu ko'proq ijtimoiy nafaqalar va yordam pullariga tegishli.
ko'p oilalar bola puli, moddiy yordam yoki kam ta'minlanganlik asosida to'lov oladi. Bu to'lovlar doimiy pensiyadan farq qiladi. Ular ko'pincha oilaning daromadi, mulki tarkibi ishlayotgan a'zolari, bolalar soni, nogironligi bor shaxslar, aliment, stipendiya va boshqa ko'rsatkichlarga qarab belgilanadi. Masalan, bir oila oyga 6 ming so'm bola puli olayotgan bo'lsin. Keyin ota rasmiy ishga kirib 3 million so'm maosh ola boshladi. Yoki ona yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdi. Yoki oilada avtomobil borligi ma'lumotlar bazasida chiqdi. Tizim buni ko'rib, oilani qayta baholashi mumkin. Natijada to'lov kamayadi yoki to'xtaydi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar mening qo'limga pul tegmayapti, demak daromad hisoblanmasligi kerak deb o'ylaydi. Lekin tizim rasmiy ma'lumotga qaraydi. Mehnat shartnomasi bormi? Soliq bazasida daromad bormi? Kadastrda mulk bormi? Transport vositasi bormi? Bank yoki boshqa idoralarda ma'lumot bormi? Shular hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy yordam olayotgan oila har qanday o'zgarishni oldindan o'ylab yurishi kerak. Hamma muammo odamning aybi bilan bo'lmaydi. Ba'zan tizimda xato bo'ladi. Ism, familiya bir joyda O'g'iloy, boshqa joyda O'g'iloy bo'lib yozilgan. Tug'ilgan sana bir bazada 1958, boshqa bazada 1959 bo'lib qolgan. Pasport seriyasi noto'g'ri kiritilgan. JSHR raqamida bitta raqam xato. Nikoh, ajrim, farzandlar, o'lim haqidagi ma'lumotlar bir bazadan boshqasiga kech o'tgan. Natijada to'lov ushlanadi. Men bunday holatlarni juda ko'p ko'rganman. Odamning huquqi bor, hujjati bor, lekin bazadagi kichik nomuvofiqlik sabab to'lov to'xtab turadi. Masalan, pensioner yangi ID karta olgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti qolgan. Pensiya bazasida yangi ma'lumot bor. Bank va jamg'arma ma'lumotlari mos kelmagani uchun to'lov qaytib ketadi. Bu jiddiy muammo emasdek ko'rinadi, lekin odam bir oy pul ololmay qolishi mumkin. Bunday vaziyatda asabiylashishdan foyda yo'q. Sizga kerak bo'ladigan narsa aniq, qaysi ma'lumot mos kelmayapti, qaysi idora tuzatishi kerak. Tuzatish kiritilgach to'lov qaysi sanadan tiklanadi. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga to'xtalaman. Birinchi noziklik, to'lov to'xtashi bilan pensiya huquqi bekor bo'lishi bir narsa emas. To'lov vaqtincha ushlangan bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat aniqlashtirilgach, oldingi oylar ham qayta hisoblab berilishi mumkin. Lekin agar huquq tugagan bo'lsa, masalan, talaba endi kunduzgi o'qimasa, bunday holda qayta tiklash bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi noziklik, har bir to'lov turi bir xil qoidaga bo'ysunmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bola puli, moddiy yordam, bularning har biri alohida asosga ega. Shuning uchun qo'shningizga tushgan javob sizga mos kelmasligi mumkin. Qo'shningiz menga hujjatsiz tiklab berishdi desa ham, sizning holatingizda qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Uchinchi noziklik. Muddatlar juda muhim. Siz bugun bordingizmi, ariza bugun ro'yxatdan o'tdimi? Hujjatning sanasi qachon, komissiya xulosasi qaysi kundan kuchga kiradi? Talabalik ma'lumotnomasi qaysi semestrni qamrab oladi? Bular pul hisoblashda katta rol o'ynaydi. Masalan, 1 million so'mlik to'lov bir oy kechiksa, oila byudjetida katta teshik paydo bo'ladi. Lekin hujjat sanasi noto'g'ri bo'lsa, o'sha oy uchun to'lovni qaytarib olish qiyinlashadi. 4-noziklik, og'zaki va'da bilan cheklanib qolmang. Kelasi oy tushadi, kutib turing, baza ochiladi, hali ko'ramiz degan gaplar sizga huquqiy kafolat bermaydi. Men doim maslahat beraman. Ariza raqamini oling, murojaat sanasini yozib qo'ying. Kim qabul qilganini bilib oling. Kerak bo'lsa elektron murojaat yuboring. Chunki keyin siz men kelgandim desangiz isbotlash qiyin bo'ladi. 5-noziklik. Ortiqcha to'lov bo'yicha qaror bo'lsa, darhol rozi bo'lib imzo qo'yavermang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun qaysi asos bilan qancha summa nima uchun ortiqcha deb topildi? Agar siz rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozishga, yuqori tashkilotga murojaat qilishga yoki huquqiy maslahat olishga haqqingiz bor. Ba'zan hisob kitobda xato bo'lishi mumkin. Agar to'lovingiz tushmay qolsa, birinchi qadam. Vahima qilmang va aniq tekshiruv boshlang. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqami faolmi, pul qaytib ketmaganmi? Bankdan imkon bo'lsa yozma yoki SMS orqali hisob holatini oling. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Pulim tushmadi deb umumiy aytmang. Aniq so'rang.
To'lov tayinlanganmi? Qaysi oy uchun yuborilganmi? Qaysi sabab bilan ushlangan? Qanday hujjat yetishmayapti? Qachon tiklanadi? Agar xodim og'zaki javob bersa, siz yozma ariza qoldiring. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, Jaysa Ashashir raqami, bank kartasi yoki hisob raqami, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'yicha komissiya xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, FHDG hujjatlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma, vasiylik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Hammasi har doim kerak emas. Lekin vaziyatingizga qarab tayyor turgani yaxshi. 4-qadam, arizada aniq yozing. Masalan, menga 2025 yil iyun oyi uchun pensiya to'lovi kelib tushmadi. To'lov nima sababdan amalga oshirilmaganini aniqlab berishingizni. Agar hujjat yetishmasa, ro'yxatini taqdim etishingizni, huquqim mavjud bo'lsa to'lovni qayta tiklab, o'tgan davr uchun hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Muddatlarni kuzating. Agar 10 kun, 15 kun yoki belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, tegishli vazirlikka yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Elektron murojaat yuborsangiz, uning raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, sana va kim bilan gaplashganingizni yozib boring. 6-qadam. Agar sizning holatingiz nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki talabalik bilan bog'liq bo'lsa, hujjat muddatini hech qachon oxirgi kunga qoldirmang. Nogironlik qayta ko'rigi, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, bank kartasi bularni oldindan yangilang. Men odamlarga oddiy qo'yda aytaman. Har bir muhim hujjatning tugash sanasini telefoningizga eslatma qilib qo'ying. 1 oy oldin eslatma chiqsin. Bu sizni katta muammodan asraydi. 7-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, hujjatsiz pul to'lamang. Avval rasmiy qaror nusxasini, hisob-kitob jadvalini qaysi qonuniy asos bilan talab qilinayotganini so'rang. Agar haqiqatdan ortiqcha olgan bo'lsangiz, qaytarish tartibi bo'yicha kelishish mumkin. Lekin agar xatolik idora tomonidan bo'lgan bo'lsa yoki sizda e'tiroz bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashmasdan shoshilmang. 8-qadam. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ko'p pensionerlar bu jarayonlarni tushunmaydi. Ular bank ilovasidan foydalana olmaydi, elektron murojaat yoza olmaydi, hujjat muddatini unutadi. Agar oilangizda keksa ota-ona, nogironligi bor qarindosh, o'quvchisini yo'qotgan farzand bo'lsa, ularning hujjatlarini yiliga kamida 2 marta tekshiring. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi, lekin to'lov to'xtab qolsa, butun oila qiynaladi. Bugun men sizga pensiya jamg'armasi to'lovlari nega to'xtab qolishi mumkinligini 6 asosiy sabab orqali tushuntirdim. Hujjat muddati, shaxs va yashash holatini aniqlashtirish, ortiqcha to'lov, bank yoki ishonchnoma muammosi, oilaviy daromad o'zgarishi hamda tizimdagi texnik xatolar. Eng muhim xulosa shuki, pul tushmay qolsa kutib o'tirmang, sababini yozma ravishda aniqlang. Hujjatlarni yangilang, muddatlarni kuzating, og'zaki gapga ishonib qolmang. Agar sizda ham pensiya yoki nafaqa to'lovi kechikkan, to'xtagan yoki tushunarsiz sabab bilan kamaygan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi to'lov turi va qanday javob olishganingizni ayting. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.